Zavq. To'g'ri yo'lda yurishning mashaqqati bor. Shu bilan birga o'zgacha zavq ham bor. To'g'ri yo'lda yursang, ayrimlar seni yoqtirmaydi. Yoqtirmaslarining asosiy sababi ularga ergashmaganing xolos. Ular ustilarida senga qarshi turishadi, lekin ichlarida havas qilishadi. Senga o'xshagilari keladi. Masxara qilish bahonasida sening gaplaringni gapirib, qiliqlaringni qilib olishadi. Shularga qarab zavqlanasan. Ulardan bo'lib qolmaganing uchun hamd aytasan. To'g'ri yo'lda yurishning mashaqqati bor. Shu bilan birga o'zgacha zavq ham bor. Mahbubiy.